Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana Farg'ona shahar hokimiyatining oldiga keldik. Bu yerda xullas mana natijali patologlarimizni ajoyib ideal holatda bitkazib berdik. Xullas bilsalaring, shahar hokimiyatida 14 etажkali ko'rkaynili domlar bor. Ash domlarning ichi mana shu ajoyib holatda splashnoy tortildi. Xullas bu yerda hamma xonalarga splashnoy tortildi. Sababi hozir o'sha figura qilish ko'p odam figura qilmay qo'ydi. Hamma splashnoy qilib tortib bering deyapti. Splashnoy holatda ham rasxodi ham kam bo'ladi. Bunga faqatgina baget yopishtirib qo'ysangiz bo'ldi. Qirog'iga o'sha metr 5-10 mingdan beradi metrini. Shunaqa yopishtirib qo'ysa bo'laveradi. Agar o'zini rezinkasidan qo'yib bering desangiz, rezinkalari ham bor, qo'yib beraveramiz. Bu kichkina narsa. Bu qirog'iga qo'yadigan bagetlar bo'lsa, u ramka holatda u chiroyli chiqadi. Bunga nisbatan, rezinkaga nisbatan. Hozir bu yerda chiroyli qilib video syomka qilib chiqaraman. Ko'ringlar, ishlarimizga o'zlaring baho beringlar. Kamchiliklari bo'lsa aytasizlar, imkon qadar to'g'rilab beramiz. Ajoyib ideal holatda chiqdi. Yusralargacha xullas ilib berdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Xizmatlarimiz Farg'ona, Andijon, Namangan vodiy bo'ylab Toshkentlarga ham olib borib qo'yib kelyapmiz. Chet davlatlarga, Qirg'izistonlarga ham olib borib qo'yib kelyapmiz, Tojikistonga olib borib qo'yib kelyapmiz. Bu yerda ham klientlarimiz, obunachilarimiz ishlarimizni kuzatishdi, zakaz berishyapti. Faqat uzoqdagilar shu onlayn zakaz qilasizlar, chunki Telegramdan razmerlarni tashlab berasizlar. Sababi masofa uzoqligini hisobiga bordi keldi, bir marta boriladi, qo'yib kelinaveradi shunda. Razmerlar Telegramdan o'lchab tashlab bersalaring, bitta qog'ozga, misol xonalarda qiyiq joylari bo'ladi, misol burchakda bunaqa bunga o'xshab chiqqan joylari bo'ladi, vakansiya. Shunaqa joylarda ham xullas bitta qog'ozga chizib jo'natib yuborsalaring, xullas bir kun ichida tayyorlaymiz. Qaysi kuni olib borishimizni oldindan aytamiz. O'sha kunga xullas tayyor bo'lib tursalaring, xudo xolasa olib borib qo'yib beramiz. Keyin o'sha uzoqdan onlayn zakaz qilayotganlar xullas kartaga xullas zakaz pul tashlab berasizlar. Sababi zakaz pul olib turib keyin ish boshlanadi bizda. Shunaqa narsa bor. Mana ajoyib ideal holatda ishlarimiz bitdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Vodiy bo'ylab razmerlarni olgani o'zim boraman, o'zim tavsiyalarni beraman, xudo xolasa chiroyli holatda chiqadi. Bizni kuzatishda davom eting, videolarimizga layklarni bosib turing, xudo xolasa. Yana chiroyli videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaveraylik. Omon bo'linglar.